Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh babo dehqonlar. Xo'p, dalamizda ishlar qizg'in. Dalamizga mehmonlar ham kelgan. Xonoboddan dehqonlarimiz kelgan. Soyib akam ancha yillardan beri kartoshka ekib, kartoshkani ancha mutaxassis bo'lib qolgan. YouTube'da bir ikkita videolarni ham ko'rib qoldim. Juda chiroyli intervyularda ham bergan ekansiz. Olaverdi ekan bilan Xonoboddan. Assalomu alaykum. Dehqonlar jamoatini tuzar ekanmiz, yani sekin xudo xolasa. Bir jamoa bo'lsak, xudo xolasa. bir yaxshilik kelib chiqadi. Xudo xolasa inshaalloh. Ovozicha past bo'lib qolishi mumkin. Videomizda traktor ham yurib turibdi. Babo dehqonlar. Soyib aka, mana sovuqdan keyingi kartoshkani holatini nima deysiz endi? Mana biz Mashu ukamiz Murodjon hojini dehqonchiliklar havas qilib telefonlarda ko'ryapmiz. Mana yerlarda uvotida turibmiz. Xudo xolasa sovuqdan keyingi holat kartoshkani ko'rgani keldik ataylab Xonoboddan. Nimani o'girib olaman Soyib aka. Mani kamerani. Ha, o'girib. Mana shu holat xudo xolasa bu holatlar qo'rqinchli joyi yo'q. O'sish nuqtalari sog' ekan ko'rdik. Ozmoz ta'sir qilgan, bu ziyon keltirmaydi xudo xolasa hosilga. Yaxshi, rivojlanishi zo'r. Mana hozir kultasalar bo'lyapti. Nima deydi buni? Qo'rqinchli holati yo'q. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Bu bitta yarimta oq pasha paydo bo'lib qolibdi. Unga nima dori qilamiz Soyib aka? Unga zahar chachish kerak. Zahar chachmasa oq pashaga. Oq qanot deyishmaydi, ha? Oq qanotga endi ana nimada Ximyadali 07 ga borsangiz xolos aytishadi. Hozir nomi bor edi, separdi buni. Hozir esimga kelmay qoldi hozir. Sir bosib qoldimi, meni bilmadim. Bo'ldi, uni Oybekdan so'raymiz. Oybek hali keladi, xudo xolasa. Bugun zaharini ham sepamiz, xudo xolasa. Hali 5 ta keladi bo'ldi. Tez ishlash kerak. Ha, o'ta tez. Bugun sepamiz, xudo xolasa. Ko'payib ketdi, hozir men kultivasidan o'zim qilyapman, yurganda uchyapti-da, ko'rinyapti. Normalniy, u yaxshigina ko'rinyapti. Bu o'ta tez ko'payadigan narsa-da, buni zahar chachilmasa ko'payib ketadi. Bu tomonlari hali yaxshi chiqib borib, ko'tarilyapti, qarang. Mashetlarga yana 3 kunda. Mashetlarga olaverdi aka, mana shu tomonga butun urug' ekilgan edi. Bar butunda boshqa ekan bari, farqi bo'lar ekan. Baquvvat bo'lganda u tanasi baquvvat. Kecha bitta nimaga Instagramga qo'yilgan videoga bittasi kommentariy yozibdi. Boshda chiqib, qo'liqib, maqtanib ko'rsatding, ko'rsatmasliging kerak edi. Mana endi sovuq qoldirib, endi mana bo'lyapsan. Nima qilasan maqtanib, ko'rsatib deb noto'g'ri gapirgan. O tushunchasi noto'g'ri ekan. Biz Insonlarga ibrat bo'lgan ne'mati bu. Ko'rsatayotgan narsamiz, misol, biz ko'rsatib, mana videolar olib qilayotgan ishlarimiz biz misol xato qilsak, misol, boshqalar xato qilmaydi. Kimdir bir narsani misol mana kartoshka yoki karam yoki mana chesnoy, mana toruz, qovun ekyapmiz. Biz qilgan xatoni boshqa odam qaytarmaydi. Hozir mana shu qilinayotgan ishlarni ko'rib turib, o'zimizni kamchiligimizni biz to'g'rilayapmiz. To'g'rilaymiz. Qaysidir tomondan kamchilik bo'lsa, o'shani to'g'rilab ko'rib, to'g'rilayapmiz. Bilganimizni aytyapmiz, bilmaganimizni o'rganyapmiz. Buni to'g'ri qabul qilish kerak inson. Dehqon bo'lsa, haqiqiy dehqon unaqa negativ gap gapirmaydi. O'sha bizcha yoshroq bola ekan, sansirab gapiribdi. Qo'polroq gapirib yoribdi. Biz unaqa qo'pol gapirishlaringga, negativ yozishlaringga chidamaymiz, chidamakashroqmiz. Bizga dehqonchiligingga baraka deb qo'yinglar, bo'ldi. O'qiyatib umrlaringga baraka deymiz. Dehqonlar jamoasi juda ko'pchilik. Ko'pchilik biz biz ham dilimizni og'ritib, bitta ikkita tushunmay yozib qo'ymanglar. Tanqid bo'lsa bo'laveradi, tanqid. Negativga, misol tanqid ko'taman, baland nima edi? Shaxsiyatga tegadigan gaplarni gapirib qo'ymanglar, xapalashib qolamiz. Rahlar bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Yaxshi. Alloh barakasini bersin dehqonchiliklarga, kasbiklarga. Rahmat. Xudo xolasa qatorida hammaga bersin, ko'pga. Amin.
Alloh taolo hammamiz tani jonimiz sog' Amin. bo'lsin, umrlarimiz uzoq, Amin. rizqlarimiz ulug' bo'lsin. Amin. Mana shu hamma dehqonlarimizga, dehqonchiliklarga baraka berib, Amin. bundan chiqqan daromadlarni yaxshilarga, xonadonni obodonlashiga, qator to'ylarga, yangi mashinalarga, Amin. oila a'zolari bilan katta hajlarga, umra safarlarga buyurib, nasibi ro'za Amin. aylasin. Ofatdan, kulfatdan, quruq tuhmatdan, yomon so'zdan, yomon ko'zdan, Amin. har xil balo-yu qazolardan Allohim o'zi asrasin. Amin. Hammamizga Alloh barakotlar yog'dirsin. Allohu akbar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat hammalarga.